Inha universitetida ichki imtihonni o'tmoqchimisiz? Unda bu misol yechimini o'rganishingiz kerak. Hop, bizda berilgan ekan, agar A1 1 ga teng bo'lsa va AN plus 1 2A1 plus 2 ning n'inchisi bo'ladigan bo'lsa, A9 topishimiz kerak. Demak, mana bu umumiy had formulasi. Shu formula orqali A2 ni topib olamiz. A2 ni topadigan bo'lsak, n o'rniga 1 qo'yishimiz kerak. N o'rniga 1 qo'ysa 2A1 bu yerda doimiy o'zgarmaydi, ya'ni 2 ko'paytiramiz 1 plus, demak n ga 1 qo'yadigan bo'lsa 2 ni birinchisi 4 hosil bo'lar ekan. Xuddi shunaqa A3 ni topadigan bo'lsak, yana o'zgarish bo'lmaydi. 2 ko'paygan 1 plus 2 ni ikkinchisi. Bizda 4 plus 2 6. Xuddi shu ketma-ketlikda A4 ni topadigan bo'lsak, demak bu yerda 2 ko'paygan 1 plus 2 ni uchinchisi. 8 plus 2. Bizda 10 hosil bo'lar ekan. Demak, keyingisida nima bo'ladi? Xuddi shunaqa A9 ni topadigan bo'lsak, 2 ko'paygan 1 plus 2 ni 8-inchisi. 2 ni 8-inchisi bizda 256 ga teng. 2 ni qo'shadigan bo'lsak, 258 hosil bo'lar ekan. Bu hadlarni nimaga topdim? Ixtiyoriy hadini topish uchun shu formuladan foydalansangiz bo'ladi. Agar sizdan A50 ni so'raganda, A50 barobar 2 ko'paygan 1 plus 2 ni 49-inchisi yozib qo'ysangiz, endi buni hisoblash shart emas, shuni bajarib qo'ysangiz yetarli bo'lar edi. Bu misol 2025-yilda Inha universitetida ichki imtihonda tushgan misol. Albatta yechimini o'rganib ko'ring.